Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz mashinalar to'g'risida bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondagi mashinalar bilan o'sha Koreyadagi mashinalarda narx-navosini ozgina solishtirib, narx-navosiga qiziqib ko'ramiz. Misol uchun, Koreyada nimaga mashina arzon deyshadi? Arzonligining sabablari bitta sabablari bor. Balki ko'proq ham bo'lishi mumkin. Sababi O'zbekistondan ko'ra u yoqda arzon. To'g'ri, misol uchun Koreyaga yangi borganlar ham 1-2 oy ishlab turib mashina olsa bo'ladi. Bir oy ishlasa ham olsa bo'ladi. Sababi, misol uchun Koreyada bilsangiz dunyoning eng kuchli kompaniyalari Samsung, Hyundai, Daewoo, LG juda ham ko'p kompaniyalar bor. O'shani hisobiga ham mashinalar arzon, chet eldan ham bemalol olib kirishsa bo'ladi mashinaga. Unaqa katta haligi narsa yo'q. Nima deydi? Soliqlar, unaqa narsalar qilinmagan, imtiyoz, naborot imtiyoz qo'yilgan. Chet elda mashinalar to'g'ri qimmat, lekin Koreyaning o'zining milliy brendidagi mashinalar arzon. Bizga nisbatan ancha arzon u yerda. Minilgan mashinalar, qirilgan, urilgan mashinalar ham arzon. Misol uchun $5000 ham yaxshi zo'r mashinalar olib minsangiz bo'ladi. To'g'ri, bu yerda qimmat, sababi endi bizda hali zavodlar ko'p emas, bir dona zavodimiz bor xolos. O'shani hisobiga ham bizda juda ham qimmat, raqobat yo'q, chet eldan mashina olib kirishlar ham yo'q. Mashina olib kirish bor, lekin u ham o'ta qimmat. Oddiy odam misol uchun mashina olib kira olmaydi. O'shani hisobiga ham shunaqa endi chet eldan misol uchun Koreyani har xil kompaniyalar O'zbekistonga kirib, qanaqadir raqobat kuchaysa, undan keyin mashina narxlari ham ancha arzonlashishi mumkin. Shunaqa umid qilamiz inshaalloh. Agar misol uchun yildan yilga mana Xitoyda mashinalar kiryapti, bilyapsiz, elektrokar. Endi bundan buyog'iga benzinga yuradigan, gazga yuradigan mashinalar qolmasligi mumkin. Sababi misol uchun 30-40 yildan keyin ham benzin ham, gaz ham tugaydi. O'shani hisobiga ham bundan buyog'i elektromobillarda davra keladi. Ishoninglar, elektromobillar juda ham ko'payib ketadi. O'shanga hozirdan shunaqa mashinalarga qiziqib harakat qilsa bo'ladi. Do'stlar, bugungi mavzu shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.